Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda tushuntirib beraman. Pul islohoti bo'ladimi? So'mni tashlaymizmi? Yevroga o'tamizmi? Markaziy bankning yevro haqidagi bayonoti nimani anglatadi? Bu savollar hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Ayniqsa qo'lida so'mda jamg'armasi bor odam, kredit olgan oila, savdo qilayotgan tadbirkor, chet eldan pul yuboradigan migrant, uy yoki mashina sotib olishni rejalashtirayotgan inson uchun bu ma'lumot juda muhim. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin xavfni ham yashirmayman. Har bir gapni oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim shoshilmasligi kerak? Yevro masalasi nimani bildiradi? So'm yo'qoladimi yoki yo'qmi? Odamlar pulini qanday himoya qilishi kerak? Agar siz pulingiz, omonatingiz, kreditingiz va kelajakdagi xaridlaringiz haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda kech qolgan odam ko'pincha eng katta xatoni qiladi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. So'mni tashlaymizmi? Ya'ni O'zbekiston so'mdan voz kechib yevro yoki boshqa valyutaga o'tadimi? Hozirgi huquqiy va iqtisodiy vaziyatda bunday qaror oddiy bayonot bilan amalga oshmaydi. Milliy valyuta bu faqat qog'oz pul emas. Bu davlatning pul kredit siyosati, byudjeti, bank tizimi, soliq tizimi, ish haqlari, pensiyalar, narxlar va shartnomalar asosidir. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar so'mga nisbatan ishonch masalasida ikkilanib kelgan. Sababi oddiy, inflyatsiya bo'lgan, narxlar oshgan, dollar kursi harakatlangan. Ko'pchilik katta xaridlarni dollar bilan hisoblagan. Masalan, uy narxi dollar ekvivalentida aytilgan, mashina bozori ham ko'pincha dollarga qarab shakllangan. Ayrim odamlar jamg'armasini so'mda emas, dollarda saqlashga o'rgangan. Bu odat bir kunda paydo bo'lmagan, bir kunda yo'qolmaydi ham. Endi nima o'zgardi? Oxirgi yillarda markaziy banklar va moliya tizim valyuta bozorini tartibga solish, inflyatsiyani pasaytirish, aholining omonatlarini rasmiy bank tizimiga jalb qilish, valyutalar bo'yicha ochiqroq siyosat yuritish ustida ishlayapti. Shu jarayonda yevro mavzusi ko'p tilga olinishi mumkin. Lekin yevro haqida gap bo'lishi avtomatik ravishda so'm bekor bo'ladi degani emas. Markaziy bank yevro haqida bayonot bersa, bu ko'pincha xalqaro zaxiralar, to'lovlar, tashqi savdo bank operatsiyalari, valyuta diversifikatsiyasi yoki xalqaro moliya bozorlari bilan bog'liq bo'ladi. Men buni juda oddiy misol bilan tushuntiraman. Siz oilaviy byudjet yuritasiz, maoshingiz so'mda, lekin bir qism pulingizni bank kartasida, bir qismini naqd, bir qismini dollar yoki yevroda saqlashingiz mumkin. Bu siz oilada endi so'mni bekor qildik deganingiz emas. Bu siz xavfni bo'lishyapsiz, ya'ni diversifikatsiya qilyapsiz. Davlat va markaziy bank ham xalqaro zaxiralar yoki operatsiyalarda bir nechta valyutadan foydalanishi mumkin. Bu milliy valyutani tashlash emas. Birinchi muhim haqiqat, O'zbekistonda kundalik to'lovlar, ish haqi, pensiya, nafaqa, soliqlar va asosiy hisob-kitoblar so'mda yuritiladi. Agar davlat darajasida valyuta tizimini tubdan o'zgartirish rejalashtirilsa, bu juda katta siyosiy, huquqiy va iqtisodiy jarayon bo'ladi. Bunday narsa bir kunda bir intervyu yoki bitta bayonot bilan bo'lib qolmaydi. Qonunlar o'zgaradi, parlament muhokama qiladi, banklar tayyorlanadi, aholiga rasmiy tushuntirish beriladi, o'tish muddati belgilanadi. Ikkinchi muhim haqiqat. Yevro kuchli valyuta bo'lgani bilan u ham xavfsiz, sehrli pul emas. Yevro ham dollarga nisbatan o'zgaradi. Yevro hududida ham inflyatsiya bo'ladi. Yevropa iqtisodiyotida ham muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1000 yevro olib qo'ydingiz. Agar so'm yevroga nisbatan qadrsizlansa, siz foyda qilgandek ko'rinasiz. Lekin agar yevro kursi pasaysa yoki sizga pul so'mda kerak bo'lsa, konvertatsiya va kurs farqida yo'qotishingiz mumkin. Demak, hamma pulni yevroga almashtiraman degan qaror ham har doim to'g'ri emas. Uchinchi muhim haqiqat, oddiy odamning xavfi uning xarajat turiga bog'liq. Agar sizning daromadingiz so'mda, xarajatlaringiz ham asosan so'mda bo'lsa, masalan, oziq-ovqat, kommunal to'lov, maktab, bog'cha, transport, dorixona, kiyim-kechak, unda butun jamg'armani chet el valyutasiga aylantirish shart emas. Chunki siz har oy yana so'mga qaytasiz. Har safar valyuta sotib olib, keyin sotganingizda bank kursi farqi sabab pul yo'qotishingiz mumkin. Misol keltiraman. Bir oila oyga taksi million so'm daromad qiladi. Xarajatlar 6 million so'm, har oy 1 million so'm ortadi. Ular 3 oydan keyin muzlatkich, televizor yoki bolaga kompyuter olmoqchi. Agar bu xaridlar so'mda bo'lsa, jamg'armani so'm omonatida saqlash mantiqli bo'lishi mumkin. Chunki bank so'm omonatiga foiz beradi. Valyuta kursi esa qisqa muddatda doim ham siz kutgan tomonga ketmasligi mumkin.
Lekin agar ular bir yil ichida Turkiya yoki Yevropaga o'qishga to'lov qilishni rejalashtirayotgan bo'lsa, unda jamg'armaning bir qismini valyutada saqlash mantiqli. Endi tadbirkor misoli do'kon egasi Xitoydan yoki Yevropadan mahsulot olib keladi. Uning savdosi so'mda, lekin import xarajati dollar yoki yevroda. Bunday odam valyuta kursidan bevosita ta'sirlanadi. Agar u bugun 10 ming yevrolik mahsulotga buyurtma qilsa, lekin pulni bir oy keyin to'lasa, shu bir oy ichida kurs o'zgarishi uning foydasini yeb qo'yishi mumkin. Shuning uchun import bilan ishlaydigan tadbirkor valyuta xavfini oldindan hisobga olish kerak. Narx qo'yishda faqat bugungi kursga emas, ehtimoliy kurs o'zgarishiga ham qarash zarur. Yana bir misol, chet eldan pul oladigan oila. Farzandi Germaniyada ishlaydi va oyiga 500 yevro yuboradi. Bu oila uchun yevro kursi muhim. Agar yevro so'mga nisbatan oshsa, oila ko'proq so'm oladi. Agar pasaysa, kamroq oladi. Lekin bu oila ham hamma narsani yevroda saqlashi shart emas. Chunki ijara, oziq-ovqat, dorilar va kundalik xarajatlar so'mda. Eng to'g'ri yo'l yaqin bir oylik xarajatni so'mda, uzoqroq muddatli jamg'armani esa maqsadga qarab so'm, dollar va yevroga bo'lib saqlash. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda katta xaridni valyutaga bog'lab qo'yganlar. Masalan, uy sotib olish bo'yicha kelishuvni dollar yoki yevro ekvivalentida qilgan odam. Agar to'lovni 3 oyga bo'lib bergan bo'lsa, kurs o'zgarishi juda katta farq keltiradi. Tasavvur qiling, uy narxi 80 ming dollar ekvivalentida kelishilgan. Kurs 7% o'zgarsa ham bu katta so'm farqiga olib keladi. 5% o'zgarish esa oila byudjeti uchun juda og'ir bo'lishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi. Valyutada kredit olganlar yoki daromadi so'mda bo'la turib, majburiyati chet el valyutasiga bog'langanlar. Agar siz so'mda maosh olsangiz, lekin to'lovingiz dollar yoki yevro kursiga bog'liq bo'lsa, kurs oshishi sizning real yukingizni oshiradi. Shuning uchun men doimo aytaman, qaysi valyutada daromad qilsangiz, imkon qadar o'sha valyutada majburiyat oling. So'mda maosh oladigan odam uchun so'm kredit ko'pincha xavfsizroq. Hatto foizi yuqoriroq ko'rinsa ham. Kim unchalik xavotir olmasligi kerak. Agar sizning 2-3 oylik kundalik xarajatingiz bor, daromadingiz barqaror, katta valyuta majburiyatingiz yo'q, import biznesingiz yo'q bo'lsa, har bir shov-shuvli xabarga qarab pulingizni almashtirib yurishingiz shart emas. Chunki vahima paytida odamlar ko'pincha eng yomon kursda sotib oladi. Keyin kurs pasayganda afsus qiladi. Pul bilan qaror hissiyotga emas, hisob-kitobga asoslanishi kerak. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlarni aytaman. Birinchi tuzoq, Markaziy bank yevro haqida gapirdi. Demak, yevroga o'tamiz degan xulosa. Bu noto'g'ri. Markaziy bankning valyuta bozoriga oid har qanday bayonotini kontekstda o'qish kerak. U yerda gap rasmiy kurs, bank operatsiyalari, xalqaro zaxira to'lov tizimi, pul krediti siyosati yoki tashqi savdo haqida bo'lishi mumkin. Har bir terminning ma'nosi bor. Yevro ulushi oshdi degan boshqa, yevro muomalaga kiritiladi degani butunlay boshqa masala. Ikkinchi tuzoq, Telegram kanallaridagi vahimali sarlavhalar. So'm tugadi, ertaga pul almashadi. Banklar yopiladi. Hamma pulingizni yechib oling kabi gaplar ko'pincha odamlarning qo'rquvidan foydalanadi. Agar siz bunday xabarni ko'rsangiz, birinchi savol bering. Manba qayerda? Rasmiy hujjat bormi? Markaziy bank saytida bormi? Prezident qarori, qonun, hukumat qarori bormi? Agar faqat bir tanishim bankda ishlaydi degan gap bo'lsa, bunday xabarga pulingiz bilan javob bermang. Uchinchi tuzoq, naqd valyutani uyda saqlashni mutlaq xavfsizlik deb o'ylash. Kimdir uchun valyutaning bir qismini naqd saqlash qulay bo'lishi mumkin. Lekin uyda katta miqdorda naqd pul saqlashning o'zi xavfi bor. O'g'rilik, yong'in, yo'qotish, soxta kupyura shikastlanish. Bankdagi omonat esa hujjatli bo'ladi. Foiz berishi mumkin. Mobil ilovada kuzatiladi. Albatta bank tanlashda ishonchlilik, shartlar va muddatni tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat, valyuta kursi va inflyatsiya bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha dollar oshdi, demak hamma narsa oshadi deb o'ylaydi. Import mahsulotlarida bu ta'sir kuchliroq bo'lishi mumkin. Lekin mahalliy mahsulotlarda narxga boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Yo'qilg'i, logistika, ish haqi, sog'liq, hosil, talab, mavsum, monopoliyalar. Shuning uchun faqat kursga qarab hayotiy qaror qabul qilish yetarli emas. 5-chi nozik jihat, denominatsiya bilan valyutani almashtirishni adashtirmaslik kerak. Ba'zan davlatlar puldagi nollarni qisqartiradi. Masalan, 10 ming eski birlik o'rniga bir yangi birlik bo'lishi mumkin. Bu texnik islohot bo'lib, odamning real boyligini avtomatik o'zgartirmaydi. Agar bir no 13 million bo'lsa, denominatsiyadan keyin 3 bo'lishi mumkin.
maosh ham mos ravishda o'zgaradi. Lekin bu pul yo'q bo'ldi degani emas. Valyutani to'liq almashtirish esa boshqa masala. Milliy pul o'rniga chet el valyutasini joriy qilish. Bu juda murakkab va qimmat jarayon. 6-tuzoq qarindosh urug' bosimi. Bir odam dollar oldi. Ikkinchisi yevro oldi. Uchinchisi oltin oldi. To'rtinchisi so'mda turgan yutadi dedi. Siz hammasini eshitib boshingiz ko'tadi. Lekin har bir oilaning vaziyati boshqa. Kimningdir daromadi yevroda, kimningdir xarajati so'mda, kimningdir krediti bor, kimdir uy olmoqchi, kimdir kasallik uchun zaxira yig'ayapti. Bitta maslahat hamma uchun bir xil ishlamaydi. 7-nozik masala oltin. O'zbekistonda ko'pchilik oltinni qadrlaydi. Oltin uzoq muddatda qiymat saqlash vositasi bo'lishi mumkin. Lekin qisqa muddatda narxi tebranadi. Siz bugun oltin tanga yoki quymani olsangiz, ertaga pul kerak bo'lib sotsangiz, sotib olish va sotish narxi orasidagi farqni yo'qotishingiz mumkin. Oltin tezkor xarajat uchun emas, ko'proq uzoq muddatli zaxira sifatida qaraladi. 8-nozik jihat bank omonati muddatlari. Agar siz pulni 6 oy ichida ishlatishingiz kerak bo'lsa, 1 yillik yopiq omonatga qo'yib, keyin muddatidan oldin yechib olsangiz, foizdan ayrilishingiz mumkin. Agar pulingizni har ehtimolga qarshi tez yechishingiz kerak bo'lsa, moslashuvchan omonat yoki qisqa muddatli depozit tanlang. Omonat shartnomasini o'qimasdan imzo qo'ymang. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, pulingizni maqsad bo'yicha ajrating. Bitta jamg'arma deb qarash xato. Sizda kamida 3 ta savat bo'lsin. Birinchi savat kundalik xarajatlar. Bu pul so'mda bo'lish kerak. Chunki non, transport, kommunal, dorixona, maktab xarajatlari so'mda. Kamida 1 oylik, ideal holatda 2-3 oylik xarajatni shu savatda saqlang. Ikkinchi savat favqulodda zaxira, ishdan ayrilish, kasallik, ta'mirlash, kutilmagan safar kabi holatlar uchun bu savatni ham to'liq bitta valyutada saqlamang. Masalan, oltin foiz so'mda, 20% dollarda, 20% yevroda bo'lishi mumkin. Bu qat'iy formula emas, lekin mantiq shuki, xarajat qaysi valyutada chiqishi mumkinligini o'ylaysiz. Uchinchi savat katta maqsadlar. Uy, mashina, o'qish, biznes uchun uskunalar. Agar maqsad narxi dollar yoki yevroga bog'langan bo'lsa, jamg'armani ham shu valyutaga yaqinlashtirish kerak. Masalan, farzandingiz Yevropada o'qimoqchi va to'lov yevroda bo'lsa, siz ham asta-sekin yevro yig'ishingiz mantiqli. Agar uy sotuvchi narxni dollarda aytayotgan bo'lsa, dollar xavfini hisobga oling. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Agar yevro so'm pul islohoti haqida xabar ko'rsangiz, avvalo Markaziy bankning rasmiy saytiga kiring, rasmiy Telegram kanalini tekshiring, hukumat hujjatlarini ko'ring. Bank xodimidan so'rang, lekin faqat og'zaki gap bilan qaror qilmang. Agar qaror katta bo'lsa, masalan, 10 ming dollar yoki 1 million so'mga taalluqli bo'lsa, albatta ikkita manbadan tasdiqlang. Uchinchi qadam, bankka borganda hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. Omonat ochmoqchi bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Plastik karta yoki hisob raqam ma'lumotlari, telefon raqamingiz, kerak bo'lsa daromad manbasi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Valyuta operatsiyasida pasport yoki ID karta talab qilinadi. Agar katta miqdorda pul kiritsangiz, bank qonunchilik bo'yicha pul kelib chiqishini so'rashi mumkin. Bundan qo'rqmang. Bu odatiy moliyaviy nazorat. 4-qadam, bank shartnomasida 3 ta narsani albatta o'qing. Birinchisi foiz stavkasi va u qanday hisoblanadi. Ikkinchisi, muddatidan oldin yechib olsangiz nima bo'ladi? Uchinchisi, komissiya bormi yoki yo'qmi? Ko'p odamlar faqat katta foizni ko'radi, lekin shartlarni o'qimaydi. Keyin pul kerak bo'lganda foiz yo'qoladi yoki komissiya chiqadi. 5-qadam, valyutani birdan emas, bo'lib sotib oling. Masalan, siz 3000 yevro yig'moqchisiz. Bugun hammasini bitta kursda sotib olish o'rniga 3 yoki 4 qismga bo'lib oling. Bu usul kurs tebranish xavfini kamaytiradi. Bugun yuqori kurs bo'lsa, keyingi safar pastroq bo'lishi mumkin. Past bo'lsa, yana foyda. Eng muhimi, vahima bilan emas, reja bilan harakat qilasiz. 6-qadam, kredit masalasida ehtiyot bo'ling. Agar siz so'mda daromad qilsangiz, valyutaga bog'liq kredit yoki shartnomani 2 marta o'ylang. Kredit shartnomasida to'lov valyutasi, foiz, jarima muddatidan oldin yopish sharti, sug'urta, komissiya, garov masalalarini ko'ring. Tushunmagan joyingizni bank xodimiga yozma ravishda tushuntirib berishini so'rang. Keyin aytib beramiz degan gapga ishonib imzo qo'ymang. 7-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, valyuta xavfini narxga kiriting. Agar mahsulotni yevroda olib kelsangiz, sotuv narxini hisoblashda faqat bugungi kursga emas, ehtimoliy 3-5%lik
tebranishga ham joy qoldiring. Yetkazib beruvchi bilan shartnomada to'lov muddati, valyuta, kechikish jarimasi. Kurs sanasi aniq yozilsin. Kelganda gaplashamiz degan savdo kichik ko'rinadi, lekin katta zarar keltirishi mumkin. 8-qadam oilaviy moliya daftarini yuriting. Men buni juda jiddiy tavsiya qilaman. Har oy daromad xarajat, qarz, omonat, valyuta miqdorini yozing. Shunda siz haqiqiy holatingizni ko'rasiz. Ko'p odamlar pul yetmayapti deydi, lekin qayerga ketayotganini bilmaydi. Pul nazorati bo'lmasa, valyuta tanlovi ham yordam bermaydi. 9-qadam. Bolalar va kattalarga moliyaviy savodxonlikni tushuntiring. Uyda kimdir vahma bilan hamma so'mni almashtirish kerak desa, siz unga baqirmang, hisob-kitob ko'rsating. Bizning bir oylik xarajatimiz 5 million so'm. Favqulodda zaxiramiz 15 million bo'lishi kerak. Chet elga to'lovimiz yo'q. Demak, hammasini yevroga aylantirish shart emas deb tushuntiring. Raqam ko'p janjalni to'xtatadi. 10-qadam, agar katta mablag'ingiz bo'lsa, moliyaviy maslahatchi yoki bank mutaxassisi bilan maslahat qiling. Ayniqsa, uy sotish, meros puli, biznes daromadi, chet eldan katta pul o'tkazmasi bo'lsa,